Akromiksni topishim o'z muammo bo'lib qoldi. Mana avval boshlab oldik. Bugun sizga savollar beraman. Shirinliklar to'g'risida Marmara restoranida bor bo'lgan. Bu shirinliklarga qanaqa qaraysiz? Shirinliklar bilan sevishamiz. Juda yaxshi ko'ramiz-da. Unda boshladik. Sizga savollar beraman. Xo'p. Xo'p, afganka yoki cheesecake lotus? Afganka xushtash yoqadi. Aha. Afganka yoki cheesecake London? Men cheesecake'larni ko'raman faqat hozir. Mayli bir marta cheesecake London ham yeylik. Aha, cheesecake London yoki medavik? Cheesecake London. Aha. Cheesecake London yoki kafeni medavik? Cheesecake London. Cheesecake London yoki bananovoy wafli? Qaysi birini tanlaysiz? Bananovoy wafli. Aha. Bananovoy wafli yoki italiano? Bananovoy wafli. Xo'p, sizga oxirgi variantni beraman. Bu ikkita wafli bo'yicha ketadi. Bahs bananovoy wafli yoki wafli mix qaysi birini tanlaysiz? Endi o'zingiz qarang. Bananovoy wafli. Banan. Shokolad. Banan. Da, shokolad. Shokolad. Mixda o'rda hammasi kivi, banan, klubnika, nima fruktlar bo'ladigan bo'lsa, hammasi bo'ladi. Siz o'zingizdan menimcha mix tanlagan bo'lardingiz. Shuning uchun balki. men juda ham yaxshi ko'raman. Katta porsiya takoy. Men tuyaman, shuning uchun juda ham yaxshi ko'raman. Tuyma qo'shda qo'rqaman har doim. Mixli tuyaman. Ochko'zlik bo'lmasa kerak. Qaysi bo'ldi? Mix. Wafli mix g'olibimizda bo'ldi. Siz qaysi shirinlikni yoqtirasiz? Izohlarga yozib qoling.